Assalomu alaykum xo'roz ishqibozlari. Aziz muxlislar, hammani kirib kelgan Qurbon hayit ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Vaqtim bo'lmayotdi video qo'yishga. Bugun kech bo'lsa ham video qo'yib qo'yadigan maqsadda bir video qo'yayapman aka-ukalar. Xo'p. Yangi xo'roz keldi aytganda buni o'zim sotib oldim. Toshkentlik shu katta do'rada yuradigan bolalar, tanish bolalardan sotib oldim buni. Mana 9 oylik, 9 oylik emas, sentabr jo'jasi bu. Sentabr jo'jasi. Pixlari endi yorib chiqqan. Bu jo'ja Yaponga otasi Koreya, onasi Yapon buni. Jo'ja hali cho'qishmagan, urushmagan. Buni men Yapon tovuga qo'shib qo'ydim. Toza Yaponga. Bu Yaponga Koreya bu. Yaxshi qonlardan, yaxshi zotlardan, mana Toshkentdan ham yaxshi narsalar bo'lsa o'zim olaman. Endi tanish bilish, ko'rib, bilib, ota taraf, ona tarafini surishtirib oldim buni. Alloh xayrli qilsin. Xo'p, keyin. Endi men bu o'zimizning armatura. O'zimizning armatura bu. Mana. Bitta o'zi turibdi bu. To'lovga kirib ketdi jonivor. Men bu o'zimizning Koreya. Koreysimiz bu, o'zimizning Koreysimiz bu mana. Tovuqlar buni kalqib tashabdi-yu buni. Tovuqlar kalqib tashabdi jonivorlar buni. Qaysi biridir pat yeyotgan ekan-da, значит. Vaqtim bo'lmayapti-da bunga qarashga. Hop, akalar, ukalar. Xo'sh, nima demoqchi edim? Maslahatga mendan ko'pchilik bugun telefon qilib, rosa zvonok bo'lyapti. Ko'plar bilan gaplashyapman, ko'pchilik bilan ulgurmayman gaplashgani. Xo'p, sotiladigan endi ko'plar tovuq so'rayapti-da, sotiladigan tovuq bormi? Mana sotiladigan tovuq Yulduzchan Navara qizi, men bu Tanachko'ri liniyasidan bu. Men bu tovuqchamiz. Bular jo'ja tovuq, tuxumda. Tuxum qo'yib turishibdi. Bular hali ancha yosh. Mana tovuqchalarimiz. Sotiladi, narxi $100. Telefon nomerlarimni qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa telefon qo'yasizlar. Men bitta ham tovuqlarimiz bor. Men bu 950 tovuq. Ano Yulduzchani Navara qizi. Premoy. Yulduzchani Navara qizi bo'ladi. Buni ham tana xo'rozlari qo'yiladi. Katta do'ralarda. Bularning zoti bor-ku, mana Yulduzchani qoni bular yoshiga to'lib keyin urushyapti-da. Yoshiga to'lgandan keyin bor kaltigini ko'rsatyapti. Pixlarni ishlatyapti, ko'z uryapti, yuruv kaltiklari zo'r chiqyapti bularni. Endi bugun bir syomka qilib qo'yib, video olib qo'yib deb video mana tovuq bor, mana tovuq bor, mana qora tovuq buni bu toza Koreyani buni bitta Rossiyadan turib akamizni baraka qilib qo'ydilar. Buni xudo xolasa o'sha rossiyalik akamizni mana shu oy kelar-kellar buni xudo xolasa omonatlarni qo'llariga eson-omon topshirib olsa bo'ldi xudo xolasa. Xo'p, bo'ldi. Buni baraka qildi. Xudo xolasa. Bu yerda ikkita tovuq bor, bu yerda sotiladigan. Jo'ja tovuqlar bular. Qon zot tayin. Keyin
daladagi jo'jalar sheriklikka ochirilganda, bizda sheriklikka ochirilgan bitta ukamiz bor. Xo'rozvoz sheriklikka ochirilgan. Kechaginda o'sha bilan gaplashayotgandim. Nima qilamiz, sotamizmi deb. O'ylab ko'ring aka deyotdi. Agar sotiladigan bo'lsa, xudo xolasa olib kelib qo'yaman uyga. Bitta katek bo'sh, o'sha yoqqa solib qo'yaman, ko'rsatib o'tamiz. Faqat puli sal qimmatroqda ularni. 200 dan boshlanadi. 200 qog'ozdan boshlanadi ular. 200 qog'ozdan boshlanib to $300 ular. Mabodo kimga kerak bo'lsa, keyin bir xil akalarimiz telefon qilib, jo'jamni ichi o'tib ketib qolyapti, shumshayib qolyapti degan gaplar ko'p bo'lyapti. Akalar, ukalar, hop, men nima demoqchiman? Jo'jalarni bor-ku, hovlida ovqatlantirmaylik imkon bo'lsa, suvini ham ichkarida, donini ham ichkarida berib, keyin hovliga qo'yib yuboringlar. Chunki mana shu yovvoyi qushlar bor-ku, mayna, muscha, chumchuq, o'zi bilan infeksiya tashib yuruvchi hisoblanadi. Buni kaptarvozlar juda yaxshi biladi. Mana bitta ishkal boshlandi, karochi. Ishkal boshlanib ketib qoldi, karochi. Anaqa nima, esimdan chiqib qoldi gapim. Anaqa suvdonni ichkarida beringlar. Mana shu bir xil kaptarvozlar ham hovlida don suvini berib qo'yadi. Yovvoyi qushlar kelib suvini ichib qo'yadi, donini yeb qo'yadi. Patida bor-ku, baribir infeksiya olib keladi, o'ldirib yuboradi, ko'pini qirib yuboradi, ichi o'tib ketadi. Keyin yosh jo'jalarga hali bermay turinglar, jo'xori yorma, bug'doy yorma bermay turinglar. Oshqozoniga sal botadi. Imkoni boricha yumshoqroq pishirib beringlar narsalarni. Keyin shu bug'doyni, jo'xorini ham qaynatib, pishirib, chayib, keyin bersanglar yaxshi bo'ladi. O'zini o'sha spetsko'rimlari bor, shulardan beringlar. Suvlariga обязательно vitaminlarni qo'shib beringlar. Keyin qizil sabzi, lovlaga, karom, piyoz mayda qilib to'g'raylar-da. Ratsioniga o'shani ham qo'shinglar, sabzavotlarni. Yaxshi o'zgarish bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi o'zgarish bo'ladi. Shunga okalar boqayotganda ehtiyot bo'lib boqinglar. Baribir jonivor, tirik jon kasal bo'lishi bor. Shamollashi bor, ichi o'tib ketib qolishi bor. Ehtiyot qilib boqinglar. Endi meni uyimda ham shuncha narsa turibdi mana. Qarashchi o'zi emas-da bularga. Vaqt ajratib ertalab turib, uyimda qushlarim bor, jo'jalarim bor. Mana shu xo'roz tovuqlar bor. Ertalab bir sidira qarab olaman, kech payt yana bir sidira qarab olaman. Suv idishlari mana, bularni to'kib tashlab, yengi suv beraman, yonidan olib tashlayman. Ichkarida qoldirmayman suvlarni. Lekin suvni 2 mahal berishga harakat qilaman. Ovqatini ham 2 mahal beraman, ertalab, kech payt. Endi hozir kun isib ketdi, go'sht tuxum qilib bermayman. Chunki bular urushmaydi-yu, menda baribir urushtirmayman. Unaqa katta summadan urushtirmayman. Aslida men o'zimni hobbiyim bularni yetiltirib, bolalarni olib, zavodda bo'lamanda, hammasi zavod. Ishlab chiqaruvchi. Bolalarni sotamiz keyin. Xoroschalarni, tovuqchalarni mana bu yil sotdik, xudo xolasa. Olgan odamlar baraka topsin. Olgan narsalaridan. Shunaqa gaplar, ukalar. Kimda yana qanaqa savollar bo'lsa, bemalol qilishinglar mumkin. Otinimi murojaat qilishinglar mumkin. Men telefon nomerimni qoldiraman. Keyin profilimga, o'sha YouTube profilimga kirganinglarda, profilga o'tishda o'sha shapkada anaqa turibdi. Shamu deb yozib qo'yganman. O'sha yoqqa bossanglar, primoy Telegram kanalimga o'tib ketasizlar. Yaxshi narsalar tashab qo'yganman, o'sha Telegram kanalimga tashab boraman-da. Endi bu yerda qo'yib bo'lmaydi-da, unaqa videolarni qo'ya olmayman. O'shanga ko'p urushgan,
bekorchi qilingan hamma xo'roz tovuqlar hammasi Telegramda, akalar ukalar. Endi boshlayotgan yosh boquvchilar yo endi qiziqib boqayotganlar e'tiborli bo'linglar, akalar ukalar. Chunki men e'tibor berdinglarmi, qo'noq yasamayman bularga, hammasi yerda yotadi bular. Qo'noq yasamayman, bular yerda yotadi. Jo'jalar ham, xo'roz tovuqlar ham. Qo'noq yasasanglar ham bor, mana shunaqa past qilib yasab qo'yinglar, mana bunaqa baland bo'lmasin, mana balandligi mana shunaqa bo'lsin. Undan baland bo'lmasin. Kichkinagina mana shu yetib ortadi. 1 metr tepaga qilib qo'yasizlar, sakrab tushib oyoq xato bo'ladi, mayib bo'ladi. O'shanga pastroq qilib qo'yaveringlar qo'nog'ini. Endi kim qanaqa boqadi bilmayman, hammani o'zini usuli bor boqish. Men lekin qo'noqni qo'ysam mana shunaqa bitta mashinada bor qo'noq, boshqasida qo'noq yo'q. Past qilib qo'yib qo'yaman, shuni o'zi yetib ortadi. Xo'p. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar, akalar ukalar. Bitta akamiz yozibdilar, sotmayman dedingiz. Sotarkansiz-ku deb. Endi jo'ja tovuqlar meniki, xohlasam sotaman, xohlasam sotmayman, hech kimdan so'rab sotmayman. Narsalar meniki, xohlasam sotaman, aka ukalar. Keyin men bir narsaga hayronman. Men o'zbekman, misol uchun. Misol uchun-da, o'zbekmiz hammamiz, O'zbekiston hamma o'zbekda. Negativchilar nimaga bir-birini mana shunday ko'ra olmaski, men shunga hayron qolib o'tiraman-da. Misol uchun men ham videolar ko'raman, lekin hayotimda hech kimga misol uchun negativ kommentariy qoldirish tugul, prosta kommentariy qoldirmayman, ko'rib o'tiraman. Yoqmasa boshqa kanalga o'tib ketib qolamiz, и все. Shu gaplar ukalar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Telefon nomerlarimni qoldirib qo'yaman, akalar ukalar. Hammaga yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin, xo'roz ishqibozlari.